Allohning mo'jizasiga yana bir bor qoyil qolmay iloji yo'q. Xuddi shunday. Mana bu qara yaratilgan bu mo'jizalar turishi pochkaga o'xshaydi. Qarang. Lekin foydasi juda ko'p ekan. O'qib tugata olmaysan. Harakat qilasan, olib kelasan, mana qayerdan keldi bu bu narsa? Bu Tayvandan keldi. Juda ham qisqa tez gapiramiz, sababi odamlar shu 2 minut, 3 minut videoda oxirigacha ko'rishga sabr etmayapti. Bu kelgan mana bu 6 xil mahsulotingni har bittasini bitta video qilib qo'yamiz. Hamma videolarda ko'rishga harakat qiling. Xudo xolasa. Bu juda ham noyob daraxtdan olinadi. Aha. Qo'ziqorin asosan jigar xastaliklarida kuchli jigar spirtnoydan zararlangan bo'lsa tiklashga yordam berar ekan. Albatta. Onkologik kasalliklarda yordamchi dori sifatida damlab ichilar ekan. Bu asteroidda haqiqiy qo'ziqorin bo'lgani uchun juda noyob daraxtda bir turida o'sar ekan. Vaqti sekin unib chiqar ekan. Buni biz olib keldik. Mana shu podpischiklarimizning sog'ligi uchun, shu hayotlari yengil kechishi uchun ozgina damlab ichilsa, jigarga, sahrni nazorat qilishga, qon bosimini nazorat qilishga birato'lada buning foydasi. Baraka tog' Xitoy tabobat o'qiydi. Inshaalloh bu qator talab TV'da do'kon 9-10 magazin tez kelib ulgurib qoling. Unaqangi ko'p emas. Cheklangan. Juda ham sanoq cheklangan. Sababi mol kelishdi o'zi muammo emas uchun. Bularni topib olishni o'zi muammo. Xuddi shunday. Haqiqiy aslini topib olish muammo bo'lyapti. Mana shularni sizga ilinamiz. Sizning sog'ligingiz, bizning boyligimiz. Mana shunaqa qo'ziqorinlardan 100 gram olasizmi, 200 gram olasizmi damlab iching, jigar xastaliklarida o'ta kuchli yordam beradi. Jigar yog' bosadimi, jigarda muammolar bormi, fermentlar bormi, kelib yordamchi sifatida ichinglar, sizlarga tavsiya qilamiz. Qimmat turmaydi. Boringlarga shukr, biz sizlarni yaxshi ko'rib qolamiz. Shu uchun 24/7 ilm izlab, mana shularni hayotimizga tatbiq qilyapmiz inshaalloh. Albatta.